İnsanlarni qiynaydigan narsa bu ichki ovoz. İnsanlar men sevilmayapman, men qadrlanmayapman, meni tashlab ketishyapti, menga ishonmayapti, mendan foydalanyapti, meni aldashyapti, menga xiyonat qilyapti deb tashqaridagi insonlarni, tashqaridagi vaziyatlarni ayblashadi. Va tashqaridagi insonlardan meni qadrlashsin, meni sevishsin, menga ishonch berishsin, meni qo'llab-quvvatlashsin deb barchadan kutuv bilan yashashadi. Lekin ularning ichki ovozi meni qadrim yo'q, men keraksizman, men ojizman, men noloyiqman, meni o'rnim yo'q degan ichki ovozi doim yangrab turadi. Aslida bu ichki ovoz juda chuqur insonning ong osti sadolari bo'ladi. Ular esa bu ovozga parvo qilishmaydi. Sabr qilaman, chidayman, majburman deb yana o'ziga taskinlik beradi. Va tashqaridagi insonlardan yana mehr muhabbat kuchadi. Men baxtsizman, meni baxtli qil. Men omadsizman, meni omadli qil degan singari. Aslida bu yerda tashqaridagi insonlar ham, siz ham aybdor emassiz. Sizdagi shunchaki noto'g'ri e'tiqodlar, noto'g'ri ishonchlarning shakllanganligi tufayli sizda shunday fikrlar, shunday dunyoqarash shakllanadi. Yuqorida aytib o'tilgan insonning ichki ovozi. Bular aslida inson o'zini rad etishi, o'zidan norozi bo'lishi, o'zini kamsitishi, o'zini yo'q qilish hisoblanadi. Siz qanchalik o'zingizni rad etsangiz va qanchalik o'zingizga zarba bersangiz, tashqaridan shunchalik ko'p zarba keladi. Tashqarida shunchalik insonlar sizni rad etadi va sizdan foydalanadi. Sizni kamsitadi. Siz aslida o'zingizni yo'q qilayotgan bo'lasiz. Bunday e'tiqodlar insonning yoshligida sen odam bo'lmaysan, seni qo'lingdan kelmaydi, sen xunuksan, sen anovi boladay bo'la olmaysan, sen bu ishni qila olmaysan degan tanqidiy fikrlar, tanqidiy so'zlar natijasida bunday salbiy va og'riqli e'tiqodlar insonda shakllanadi. Va bu doimiy tarzda insonning ichidan sado bo'lib yangrab turadi. Sizni har kunlik qarorlaringiz, har kunlik maqsadlaringizga mana shu ichki ovozlaringiz ta'sir qiladi. Va har doim shu ichki ovozingizdagi tasdiqlar real hayotingizga amalga oshadi. Ayollar eri tomonidan kaltaklanadi, kamsitiladi, xiyonatga uchraydi, befarqlikka uchraydi, ayblanadi. Erkaklarning hayotidagi ishlari, maqsadlari amalga oshmaydi. Nima ish qilsa ham doimiy tarzda ishlari o'xshamay orqaga qarab ketadi. Yana ichki ovozingizga qaytamiz. Ichki ovoz bu sizni shaxsiyatingiz hisoblanadi. Bu sizni ichki meningiz hisoblanadi. Insonning ichki meni, ichki shaxsiyati tuzalmas ekan, ichki meni yaxshilanmas ekan, insonni hech qanday xatti-harakatlari, fikrlari tuzalmaydi. Va fikrlar tuzalmasa insonning harakatlari ham o'zgarmaydi. Va hayotida yana bir aylanma doira shaklida aylanib yuraveradi. Bu aylanmadan chiqib ketishning birdan bir yo'li inson yangi bilimlar olib, yangi ilmlar olib, o'zini tanishi, o'zini shaxsiyatini qanday ekanligini bilishi kerak bo'ladi. Bu albatta sizni o'zingizni qo'lingizdan kelmaydi. Bu uchun sizga
bir mutaxassis ustoz kerak bo'ladi. Sizni kamchiliklaringizni, sizdagi xatolarni, sizdagi noto'g'ri e'tiqodlarni, sizdagi noto'g'ri tasdiqlarni sizga ko'rsatib, xato ekanligini sizni miyangizga isbotlab berishi kerak bo'ladi. Miyangizda hozir sizning aslida qadrsizlik, noloyiqlik, kuchsizlik, ojizlik ishonchi shakllangan. Buni noto'g'ri ekanligini siz o'zingizga isbotlay olmaysiz. Chunki bu juda ham chuqur ong ostidan kelayotgan bo'ladi. Buni bir mutaxassis tomonidan birgalikda suhbatlashish jarayonida, ichki og'riqlaringizni yuzaga chiqarish jarayonida ularni tahlil qilib chiqiladi. Agarda o'z shaxsiyatingiz ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin.